Chunki ertaga hayit kunida biz qarshimiz. Nega? O'lgan xonadon yuradi odamlar. Nimaga? Falon 6 oymi 7 oy oldin o'luvdi, mana shu o'lgan xonadonni birinchi hayiti. Nima bo'libdi? 6 oy oldin onalari vafot etdilar. Onalari o'lgandan keyin 21-mart bugun. Mashalloh. Shunaqa marosim ham bor ekan. Onalari o'lganlarga 7 oy bo'lgan, onalari o'lgandan keyin 1-marta xonadon 21-martni nishonlanyapti ekan. Shunga borish kerak ekan. Mashalloh. Shunaqa marosim ham bormi? Onalari o'lganga 9 oy bo'lgan, onalarisiz o'tkaziladigan 1-Ramazon hayiti. Uni ham bayram qilib nishonlash kerak. Bir borib xabar olib kelish kerak. Nima uchun? O'lik xonadon yurmang, undan ko'ra bitta aloqa buzilgan qarindoshingizni uyiga borib keling. Umuman xabardor emassiz, umuman xabar olmaysiz. Mabodo bir esingizga tushsa, yo'lingiz tushib qolsa, bir kirib o'ting. Siz qilasiz-ku, siz o'rgangansiz. Nimaga? 1 yil davomida qabristonga bormaysiz, hayit kuni esingizga keladi. Hayit kuni bayram. Qo'ltiqda o'roq, yelkada ketmon, ketdik. Ha nima? Qabristonni tozalaymiz. Birodar, bugun hayit, bugun bayram. Bugun qabristonga borib bir yig'lab oladigan, o'tganlarni eslaydigan kun emas. Boradigan bo'lsangiz, mana bugun boring. Ertaga boring. Hayit kuni bormang. Hayit kuni bayram qiling. Hayit kuni qarindoshlaringizga bir xursandchilik kiriting. Vafot etganlarning haqqiga bir duo qiling-da, tiriklarni qadrlang.